Shunday qilib do'koningizda 8 xil do'g'ab, 7 xil zungza, har xil sharbatlar bor yanga. Bu yozolmasatlarmi do'g'ab qanday ichib sizganda? Ha, hozir yozib oldi. Sonra baksam ma do'g'ab deyish bir laza açık sum yo'q ya bunda qancha do'g'ab deydi bu endi. Buni tabiiy qilamiz emas, bu qetqilar muzlar. Shu tabiiy, shu ochiq do'g'ab deymiz. Tuz sanmaysiz buni. Yo'q, yo'q. Bu qetir. Ha. Muz. Muzlar ichkisidan bormi? Suv qo'shmaymiz mi? Yo'q, suvdan pek oz miqdorda qo'shimiz, qo'shmasa ham bo'ladi. Shu buni açık do'g'ab deymiz. O'xshamdi? O'xshaydi ichib baqsizlar. Açık emas to'g'ri. Yo'q, yo'q. Tabiiy chiqma var. Ha, tabiiy chiqadi. Ma do'g'ablarimiz shu. Ma do'g'ab, marojniy do'g'ab. Ha, o qanday chiqdi? Buningla o'zimizniki, mana shu muz do'g'imizniki alayli go. Marojniy ma. Ha. Andiki shirinimiz bor. Ma marojniy. Ha, ma marojniy. Ma yandiki shu. Ma u alayda qada deymiz, malina qada ma. Mana pejdek turda. Malina qada. Siz kisim murabba degan gap malina. Tepsitki süzme, tepsitki murabba tetibimiz. Süzme hozir mushu süzme deymiz mi? Ashuni süzme deymiz. Bu süzmeni mishada qilamizlar ya? Baş şirkatda keltirdik. Baş şirkatdan kirdi o. Süzmesini jiqsapsizlar. Ha, ha. Mavju. Bu o'zimizning alayda qadasi. Alaydi qadam shan tilsizlar ma bu. Qada deganning qat'iy suvi olmaydikina ha? Ha, ana shuni elishtirib yesan bo'ladi. Suv chiqamdi. Suv chiqadi, elishtirsan. Ha, suzlar ham süzmesi. Ha, ha. Işte suv ham süzmesi. Mavya açık do'g'ab shu. Mavju. Sarang doğumuz. Masalan do'g'ab. Shunday qilib men chiqayotgan do'g'abninki turi 8 xil degan. Ha, ha. Yig'liq do'g'ablar bor ekan. Ana shavkam chiqamdimi? Shavkami chiqadi. Shavkam chiqib ziqqa muratmaz endi. Bu sizlarga yeyishga oson bo'lsin deb. Pishirib tayyor qilib Tayyor mutlaqo qilib, chiqib to'g'rab, o'tkazib ochib. Ba'zi zo'zlarimizdan turib 7 xil qildi. Ha, zo'zimizdan turib qo'yib. Qanday so'z ma u? Ma gilas. Gilas, ba'siz shu. Süzme. Ma u süzme. Ondan sonra Nasıl görüş? Gürçü var. Nobi görüş. Mushundan yig'liq zo'zidan 7 xil bor degan. 7 xilisi bor. Ma nemi qiladi ma? Ürükniki. Ha, ürükniki. Ma nemi qilsa? Gilas. Gilasniki. Ma u nemi vande? Marojniy. Marojniy. Marojniy turjiqmi? Bu şu bir xillar. Bir xil mama. Siz alaydi marojniy. Alay marojniy. Qana alaydi bo'lmadi. Yetib baslar alayligim billah. Yurakli barkan bu. O'xshabdi. Ma sharbatni yilib tanishamiz-la ya. Yo'q, tanishmaymiz. Ash tabiiy shu suyun chiqirib chiqadi. Suvni qatmaysizlar degan. Suv qatmaymiz. Suv qatmaysizlar. Tabiiy chiqadi. Tabiiylar chiqdi. Tabiiylar Necha chiqadi. soat qilasizlar? 5 kun. Men uchun ham o'zimiz g'ajab yemasak jakitlab. Atayas qilgan olsak bo'lgan qo'y. Astag'firullah. Nima ish qilma, hamma qachonda muzdoq deb qaytdim bu. Bizning baş şirkatninki markamız muzdo. Şu qachilarimiz, qo'shiqlarimizdan tortib hammasi muzdo deb markamizda. Tarmoq do'kon degan gap. Tarmoq do'kon. Unda bo'lsa ortiqcha zanglarni oldinglar shixondaymizga. Mush 3-chi ay kirish filanlar mamsa. Yig'iliq mush do'g'ab qanday birsi rasmiy ichilib chiqib bugun ichilish murosimiga. Bu yerda chiqayotgan do'g'abning turimi jiqqa bayanma oldinglar. 8 xil do'g'ab, 7 xil zo'zuvaka, andikan shavkov chiqadigan, andikan har xil ichimliklar bor. Va ichimlikka ham de suv aralashtirmaymiz, saplama shu mevaninki gang o'zini siqiblar aytib birdiga 5 qo'yga birislikini ayt mabqa. Unda bo'lsa mushu kichik qizib ketmagan mushta yengiliq zo'ngzilarni, yengiliq do'g'ablarni, mushta haqiqiy qada do'g'ablarni bir tetib baqsa bularga degan do'stlarimiz yangi ochilgan tarmoq do'konga mushu zo'ngzlar va suzimiz olsin hamma narsalarni mush bashirga ta'minlaydigan ta'minlarmi ham o'xshaydigan. Mushta o'xshagan yengiliq qada do'g'ablarni bir ichib baqsa degan do'stlarimiz shakil o'tqamalajmo. Faoliyatimiz bormi yangi ichib qizamni? Faoliyat qilay. Masalan, Ash zo'zin faoliyat qilay. asli bas necha pul zo'ngza u? Asli bahasi 7 qo'y. 7 qo'y. Necha pul qilib 5 qo'y. 5 qo'ydilarmi? Qanday zo'ngza yeb qolsa 5 qo'ymi yo? Har qanday zo'nzi yapqas 5 qo'ydilar faoliyat qilay. Do'konimiz chiqayotgan 7 xil zo'ngzani qanday qilib yeb qolsa 5 qo'y. Necha kungacha mana shunaqa kasb bo'ldi? 10 kun kasb. 10 kun kiramda. 10 kun qilib. Undan qolsa 3-oyning 8-dan 3-oyning 18-gacha 10 kunlam quvvatlayap. Nomeringiz qolibmi? 157 737 762. Amsa. Ma zo'ngzani ko'rdinglar. Hozir zo'ngzimi tetib qo'ysa hammasi tetib qilamo rakma. Sizga pulimni tortib berib oldirmay bu tetib olay. Hozir zo'ngzirma o'xshaydigan qarashdilar. Adam eskib turdi. Boshqa zo'ngzi 7 xil zo'ngzi borki asli bas 7 qo'y. Yurakni besib 6 raqamni yo'llab qo'yiblar kelsanglar. 5 qo'ydilar yevasanglar bo'ldi 10 kun. Mana 18-slavcha mush do'kon chiqayotgan 7 xil zo'ngzi qanday qilib borib kelsanglar 5 qo'ylab hamsa. Mushta yengiliq bir ichim qizib chiqardi qishdan birsi. Qachon do'g'ab chiqar deb saqlab turayotgan degan do'stlarimiz hamsa. Shaklishni qat'iy unutib qolmasdan hamsa saqlaymiz. Ash do'g'ablarning hammasini o'zingiz qilamsizmi? Yo'q, yana bir do'stim bor. Chiqqanini qilsizlar yanga. Bular do'g'ab faqat o'xshab turjum. Mush og'zimdan qilib qoldi yegandim. Undan olsa ortiqlar. Men muzdoq do'g'ab qansi to'qsayimizga rasmiy ichilib tijorat boshlab bo'ldi. Mana
Ondan olib qalsa, mushu issiqda, mushu ichi qizib ketgan muzdek narsa yesam bo'ldi deydigan do'stlarimiz, shu film chiqqandan boshlab, mush muzdaq do'g'ab qazib kelib, nisha chiqayotgan 8 xil do'g'ab, 7 xil zo'ngzilarni tetib ketishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Mush oyning 8-kunisidan 18-kungacha mush xonim qizlar bayram munosabati bilan nisha chiqayotgan asli bas 7 kun setilayotgan zo'ngzilarni 5 kunlik faoliyatga ulashtirib qo'ydik. Vaqtdan chiqsa kelib, mishani o'xshagan mush zo'ngzlarni yengillik do'g'ablarni tetib ketishinglarni qizg'in qarshi olamiz deb aytmoqlar. Yana adresi qolsa 90 oyimizdagi 3-o'rta maktabningki qarshi tarafga joylashgan muzdaq do'g'abxonasi shu. Maktab olmay qolsanglar telefon qilsanglar bo'ladi. Qarshi taraf 3-o'rta maktab. Mat tarafda yoki do'qmushlik samsxona va shu samsxonaning oldidan mushu Kenes qo'lgo'xon tarafga bir 10 metrlik mavzoni ko'rsatda muzdaq do'g'abxonasi, yangidan etilgan do'g'abxona. Bundan qolsa mush filmni atrofinglardagi do'g'ab ishni yoqtiradigan, zo'ngzi ishni yoqtiradigan, shavkoviy ishni yoqtiradigan, mesela yengillik do'g'ablarni ishni yoqtirgan do'stlarlar ko'plab taqdir etinglar. Mishaniki faoliyatlardan foydalanib qolsin. Vaqtlamsa sizlarni saqlaymiz, kelishib qolmanglar.